Assalomu alaykum. Qo'y biznes kanalining hurmatli obunachilari, bitta like bosib qo'yasiz. Xudo xolasa, men qahramon sizlarni bezovta qilishda davom etaveraman. Xudo xolasa, hammasi hazil-huzur. Ramazonda, ro'zalarda qiynalmay turibsizlarmi? Hop, like bosib qo'ying, yangi paytalar kelgan. Qo'y biznesga aynan siz uchun maxsus kelgan. Xudo xolasa, obuna tugmachasini ham bosib qo'ying, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysangiz, xudo xolasa, birinchi qilgan videolarimiz aynan sizga yetib boraveradi. Xudo xolasa, akalar, qo'ylarni obzor qilishni boshlaymiz. Aynan qo'y biznesdan telefon qilib desalaring 100 ming, 200 ming, 300 ming so'mdan xudo xolasa arzon bo'laveradi. Qo'ylarni ko'rsatamiz. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Xudo xolasa birinchi partiyamizga bo'g'oz variantlardan qorini solib qo'ygan. Xudo xolasa naqd birinchi qoringa 7 ishda sog'lik salomatliklari zo'r bo'lgan qo'ylarimiz. Bo'yvaslari ham bir taxminan 75-80 chiqib qoladi. 75 plus minusga olishaveradi. Telefon qilsalaring xudo xolasa chiroyli qilib o'lchab bo'yib ayqib beraman. Men o'zimni qo'ylarim bilan kelgani bugun bo'ldi, lekin bir hafta sinov olamiz. Xudo xolasa qo'ylar juda chiroyli narsalar. Soni 5 dona, bittasi mana qo'yib ketib qoldi mana. Xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar hammasi. Yeb ichish sog'lik salomatliklari zo'r. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqing. Hop, bular birinchi qoringa qo'zi, ikkitish 4 tish qo'ylar. Xudo xolasa yeridan solib qo'ygan. Mana shu eng yaqin aslida yinlari ham qo'zg'ab qo'ygan. Bu 4 tish qo'y bu. Hop. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur optimchilar, arzonchilar qishlog'i, Sariyoq qishlog'ida turibdi. Hop. Bularni hammasini bir joyga olaman deganlarga 5 tasini bir joyga 4 million 200 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib berilaveradi. Naqd bo'g'oz akalar. Xudo xolasa aytdim-ku, 4,5 million so'm qo'yish niyat bor boshqa blogerlar, lekin o'zimda qo'y biznesdan telefon qildim deganlarga 4 million 200 ming so'mdan, 100 ming emas, 200 ming emas, 300 ming so'mdan arzon qilib beraman xudo xolasa. Keyingi partiyasini ko'rsatishda davom etaveramiz. Telefon qiling, maqsad sotish akalar. Ikkinchi partiyamizga xudo xolasa akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, qo'chqorlarni olib chiqdik. Soni 6 dona bularga ham 7 ishda sog'lik salomatliklari zo'r. Yosh oyliklari 6-7 oylik atrofida xudo xolasa zo'r, yemga tayyor variantlardan. Mana shunaqa barra jullulari ham bor so'raganlar uchun. Hop, bularning bo'yvaslari 70 ligi 3 ta ekan, qolgani 75 chiqaveradi. 70 plyusga olishaversin. Hop. Manzilimizni eslatib o'tamiz yana bir bor. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Sariyoq qishlog'i turibdi. Qo'ylar o'ta hurkak, chors deydi. Xudo xolasa zo'r. Yeb ichish sog'lik salomatligiga bir hafta emas 10 kun sinab olasizlar. Aytib o'tganimdek, qo'y biznesdan telefon qilib desalaring, chiroyli qilib o'tib ham beriladi. Qo'ylar xudo xolasa zo'r. Qo'zi bular o'sha aytib o'tgandir, 6-7 oylik atrofida juda chiroyli. Qarang, sifatlari ham yilikan variantlardan ham bo'lgan. Hop, ikkita to'qlisi bor, uchta barra qo'zi bor. Qarang, chiroyli turishini. Like bosib qo'yasiz, xudo xolasa. Tanish birodarlarga ham jo'natib turing, obuna tugmachasini bosib qo'ying. Bularni hammasini bir joyga oldim deganlarga 4 million so'm maqsad qo'yish, lekin sizlarga shu aytib o'tgandek 3 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beraman. Qo'llab-quvvatlaganlarga kattakon rahmat. Yana bir marta aytib qolaman, xudo xolasa qo'ylarni zo'r ishlaydi. Telefon qiling, maqsad sotish. Xudo xolasa qo'ylar zo'r yetkazib beriladi. Ukol vaksinalari aynan o'zimiz hisobimizdan beriladi aka. Bunlarni qarang, juda chiroyli narsa xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab tanish birodarlarga jo'natib, obuna tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, biz chiqargan videolarimiz aynan birinchi sizga yetib boradi. Keyingi partiyasini ko'rsatib ko'ramiz xudo xolasa. Uchinchi partiyamizga ko'rib turganingizdek ona bola variantlaridan. Xudo xolasa hammasi yosh. Birinchi, ikkinchi qorindagi qo'chqor sog'liqlar. Kamiga bitta narsani aytib qo'y, buni ichida bir dona sog'lig'i bor. Qolgani hammasini. Mana bu ikkala egizagi ham qo'chqorcha. Mana onasi mana, qarang. Xudo xolasa birinchi tug'ishi bu qo'ydi. 4 tishga endi chiqqan qo'chqorcha. Bolalarini qarang, juda chiroyli narsa. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlaganlarga katta rahmat. Aynan shunaqasini olaman deganlarga qarang, mashalloh, juda chiroyli. Qo'y biznesda faqat shunaqa zo'rlardan chiqadi. Mana qarang, arashan desa ham bo'laveradi. Xudo xolasa zo'r. Onasini qarang, ikki tish bo'lgan birinchi qoringa, birinchi bolasi. Mana bunisiga qarang, kalla boshlari ham juda chiroyli, ha? Like bosib qo'ying, yonidagi onasi. Hop, bu ham birinchi tug'ishi, ikki tish bo'lgan qo'y. Hammasini ko'ryapsiz, xudo xolasa chiroyli qilib, mana hozir qo'rani ichiga o'tib ko'rsataman. Juda chiroyli narsa-ya. Qo'ylarni bir qator ko'ring. Xudo xolasa arziydi qo'ylar. Narxi ham o'ta qulay bo'ladi. Mana bu egizak. Qarang, juda chiroyli bergan, oyoqlarini qalinligini qarang buni.
Chopdan quloqlar. Xo'p, akalar, xudo xolasa, qo'y biznes kanaliga obuna tugmachasini bosib, chiroyli qilib tursalaring. Qo'llab-quvvatlab tursalaring aynan sizlar uchun. Mana xuddi mana shu sovliq. Yonidagi onasi birinchi bola. Juda chiroyli variantlaridan. Akalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammasini bir joyga oldim deganlarga, hop, bunaqa 7,5 million so'm emas, 7 million 200 ming so'mlar hammasini bir joyga ketaveradi. Bu yerda hop 1 2 3 4 5 6 ta 7 ta ona, 8 ta bola, bittasi egiz. Hammasi ham ketaveradi akalar, xudo xolasa. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Dona boyiga kelishamiz. Buni ichida mana bunisini sal arzonroq qilib beraman, bolasi bilan qo'chqor 6 million 6,5 million so'm. Mana bular 7 million so'm. Mana qo'chqor birinchi bolasi, qo'chqorchasini qarang, nimalarni juda chiroyli. 7 million so'm kami bor ozgina. Mana buni onasi bor, mana katta qo'y. Birinchi tug'ishi, bu ham 7 million so'm. Mana bu bilan mana bu birgalikda bolasi bittasi qo'chqor, bittasi sovliq. Mana mononiki qo'chqorcha. Hop, nariga mana sovliqniki mana. Mana sovliq. Mana shu mononiki, bular 7,5 million so'mdan. Xo'sh, mono kattaniki, mono qo'chqorcha, juda chiroyli bergan, mashalloh. Buniki 8 million so'm. Hammasini narxi bor, lekin optimga bir joyga olaman desalaring 7 million 200 ming so'mdan ketaveradi mana. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa. Kommentariyada ham o'z fikringizni qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Tanishlarga ham jo'nating. Haligi yangi kanal ochilsa, hamma narsani yangisida ancha arzon bo'ladi. Xudo xolasa biz eski bo'lganimizda ham shunaqa arzon narxlarda qo'yishda davom etaveramiz. Chunki bu o'zimizning kanalimiz. Xudo xolasa maqsadimiz sotish. Qarang, bolalari juda chiroyli. Hammamizga shunaqa qo'ylardan bitta emas, ikkita emas, 10 ta emas, 100 talab, 1000 talab boqishlik nasib bo'lsin. Qo'rangiz qo'ylarga to'lib ketsin. Xudo xolasa biz keyingi partiyamizni ko'rsataveramiz. Bu so'nggi partiyamiz. Hop, like bosib qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa qo'ylarni zo'ridan faqat aytib o'tganimdek qo'y biznes kanalida chiqadi. Bu 3 ta qo'chqor, 3 ta sovliq. 7 ishda sog'lik salomatliklari zo'r. Manzilimizda yana bir bor yashab o'tamiz. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqchilida. Aytmoqchi, dastlabkilari vodiy bo'ylab Toshkentgacha, bugungi sanamiz 2026-yil 22-fevral. Xudo xolasa Ramazonning 4-kuni. Bu qo'ylarimiz yosh oyliklari 5 oylik, 6 oylik atrofida yeb ichish sog'lik salomatligiga bir haftasini olinadi. Bo'y vastlari 65 minusga berilaveradi. Qo'llab-quvvatlab turing, xudo xolasa aynan sizlarga sotilaveradi bu qo'ylar. Narxi asli boshqa blogerlar bo'lsa 3 million 300 ming so'mdan. Aynan qo'y biznesdan telefon qildim deganlarga 3 million so'mdan xudo xolasa yetkazib beramiz vodiy bo'ylab. Toshkentga ham yetkazib beraveramiz xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab, chiroyli qilib kommentariyada iliq fikrlar qoldirib turing. Aynan sizlar uchun yangi partiyalarni biz berishga davom etamiz xudo xolasa. Hop, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Telefon qiling, bizni qo'llab-quvvatlaganlarda Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.